Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, siz Rohila Universal kanaliga xush kelibsiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, like tugmachani bosing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring. Azizlarim, sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turib, bugun sizlar bilan birgalikda ajoyib bo'lgan mazali taomlardan biri tuxumbarak tayyorlaymiz azizlarim. Men bu tuxumbarakni 15 ta tuxumdan tayyorlamoqchiman. Demak, 15 ta tuxum, ko'rib turganlaringizdek 15 osh qoshiqda sut, 15 osh qoshiqda eritilgan sariyog' hamda bir choy qoshiqda tuz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek 15 ta tuxumni chaqib olyapman. Azizlarim, albatta tayyorlab ko'ring. Bu hammaga yoqadi. Ana endi mana 15 osh qoshiqda eritilgan sariyog'ni solyapman. Ana endi mana sutga kelganda o'lchab qo'yganman 15 osh qoshiqda sut. Demak, bir choy qoshiqda tuz. Azizlarim, uni ko'pirtirmaymiz-da, faqat aralashtiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu massani men morozinlikka, ya'ni muzlatgichga qo'ymoqchiman azizlarim. 7 soatga muzlatgichga qo'ymoqchiman. Mana yaxshilab aralashtirdimda, muzlatgichga qo'ydim. Ana endi azizlarim, mana 7 soat o'tdi, muzlatgichdan oldimda yana bir bora venchikda aralashtirib qo'ydim. Demak, yana muzlatgichga qo'yib qo'ydim. Ana endi azizlarim, xamirni qilib olamiz. Xamiri uchun 300 ml suv, yog'day suv. Demak, bir osh qoshiqda tuz hamda bir dona tuxum. Yaxshilab aralashtirib olamiz, ko'rib turganlaringizdek. Ana endi demak, unlarimizni ilab, albatta elangan holatda yoki ilab xamir qoraymiz. Biz yaxshi bilamiz azizlarim, tuxum baraklarni xamiri qattiqqina bo'ladi. Qattiqqina bo'lguncha xamir qilamiz. Mana xamirlarimiz tayyor. Ana endi 30 daqiqaga dam oldirib qo'ydik. Ana endi yana bir bora mushlab qo'ydim, yana dam oldi. Yana endi mana ko'rib turganlaringizdek, ana xamirlarimizni demak zvolalarga bo'lib olmoqchiman. Mana demak 2 zvola bu yerda. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi azizlarim, demak yana bir bora dam oltiramiz. Ana endi yoyib, demak zvolalarni mushlab yoyib olamizda, yana dam oldirishga 10 daqiqaga qo'yib qo'yamiz. Dam olgan xamir yaxshi yoyiladi. Ana endi xamirlarimiz dam oldi. Ana endi yoyishni boshladik azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Xamirimiz uncha yupqa ham emas, uncha qalin ham emas, o'rta me'yorida bo'lishi kerak. Albatta tayyorlab ko'ring azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek, katta piyalada mana shunday holatda kesib olaman. Keyin kesib olingan xamirlarimizni o'rtasiga un sepib, chekkasiga sho'r suv bilan yopib chiqaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, chekkalarni yaxshilab yopamiz. Azizlarim, mana endi suvni qaynatib qo'yibman. Bir osh qoshiqda tuz soldim. Mana muzlagan massamizni qaranglar, mana muzlagan massamizni solyapman. Mana shunday holatda tayyor bo'ladi. Juda ham yengil ekan, albatta tayyorlab ko'ring. Mana qaynab turgan suvga soldik. Mana chiqib ham ketgani. Yana bir bora ko'rsatyapman azizlarim. Demak, mana shunday holatda mana bukiladi azizlarim. Mana yana bir bora ko'rsatdim. Ana shunday ham demak tuxum baraklarimiz tayyor bo'ladi azizlarim. Albatta tayyorlab ko'ring. Mana demak tayyor bo'lgan xamirlarimizni, ya'ni tuxum baraklarimizni azizlarim, albatta yog'lab oling. Bu sizning xohishingiz, qanday yog'lab olishingiz. Bizni uydagilar zig'ir yog'ni yaxshi ko'rishadi. Hammasi zig'ir yog'lab oldim. Azizlarim, ko'rishguncha deb qolaman. Sog' salomat bo'lasizlar. Tuxum barak tayyor.